Bas ey Muhammad, bu kofir bo'lgan kimsalarga ne bo'ldiki, siz tomonga qarab chopurlar, o'ng va so'ldan to'da bo'lib, yo ulardan har bir kishi ne'mat jannatiga kiritilishni tama qilurmi? Yo'q. Axir biz ularni o'zlari biladigan narsadan bir tomchi mani suvidan inson qilib yaratdik. Bas mashriq va mag'rib tomonlarning Parvardigori bilan qasamyod etamanki, albatta biz qodirdirmiz ulardan yaxshiroq insonlarga almashtirib qo'yishga. Bizdan bu ishda o'zib ketilmas. Bas ey Muhammad, ularga qo'yib bering. Ular to o'zlariga va'da qilinayotgan kunlariga yo'liqqunlaricha xom hayollariga sho'ng'ib o'ynab yuraversinlar. U kunda ular go'yo sig'inish uchun but va sanamlarga qarab chopishayotgandek shoshilgan, ko'zlari qo'rquvda, xorlik ularni egallab olgan hollarida qabrlaridan chiqib kelurlar. Mana shu ularga dunyoda yashagan paytlarida va'da qilingan kundir.